Assalomu alaykum hammaga, barchaga sizlarni kirib yangi yil bilan tabriklayman. Bugungi videomiz bugun 5.2 versiya kelgan yangilanishni ko'rib chiqamiz va kichik open pakchamiz bor, o'shani qilamiz. Do'stlar, qanday yangiliklar kelgan, bizga imkoniyatlar kelgan, o'shalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. eFootballda mana yangilanish kelgan, men hammani ochyapman sizlar bilan birga ataylab. O'sha uchun shu paytgacha kirmay turgandim. Hozir hammasini birga ko'rib chiqamiz. Telegram kanalimda yangilanishlarni tashlab bordim. Hozirgacha yangilab olamiz. Bilgan bo'lsangiz Play Marketdan yangilanish bor. Menda nega chiqmayapti desangiz, men oldinroq yangilab qo'yganman Play Marketdan. Menda yuzimga e'tibor bermaysiz. Hozirgina futboldan keldim. Mana do'stlar, qarasangiz Real Madrid va eski avvalgi Milan futbolchilar Kaka va Andrey Shevchenko kelibdi. Arda Güler va Mbappe ham kelibdi. Mana bu Showtime kartalar. Arda Gülerning menimcha birinchi Showtime kartasi bo'lishi kerak. Adashmasam, yo'q, birinchi emas menimcha. Yo'q, birinchi emas. Xo'p. Do'stlar, Milan, Real Madrid va boshqa klublar o'yinchilari kelibdi, ko'rib chiqdik. Mana Modriclar ham bor ekan. Sizlar bilan yana qanday yangilanishlar kelgan hozir ko'rib chiqamiz birgalikda. Mana bu yoqqa kirib aytganimizdek yapon pak kelibdi. Mana bu yoqqa kirib ko'rsangiz, mana kimga qiziq bo'lsa yapon paklari mana ochmoqchi bo'lsa, onolar bor. Mana taksharam Takahara ekan. Xo'p, shunday futbolchilarni sizlarga olish uchun coin xizmat kerak bo'lsa, men sizlarga olib berishaman. Shaxsan o'zim kirib coinni olib beraman, akkauntingizdan chiqib ketaman. Hammasi ishonchli va halol. Do'stlar, firibgarlarga ishonib qolmang. Faqat ishoningda, bizga ishoning. Unday aldov, unday narsalar kerak emas. Mana biz kutgan podxuvlar kelibdi. Pashamaga Gonzalo Garcia kelishi aniq edi, lekin biz 94 deb o'ylagandik uni. Dizerdu ekipda Fermin Lopez kelishi aniq, chunki har o'yinda u zo'r o'ynayapti. Ko'rdik, kecha ham ikkita gol urdi. Yo'q. Mana Igor Thiago, mana shular ham zo'r o'yinchi. Mana Matus buni taniyman. Pelebaomi? Xo'p. Bu yoqdan Gonzalo Garcia statlarini ko'ramiz. Fox in the box, amazing run, early crosses bor ekan. Mana statlari unchalik yomon emas, yaxshi darajada shooting booster berilgan ekan. Heading bor, double touch, cut behind, turn bor, long range curler, demak yaxshi curler, ancha uzoq masofadan curler qiladi. Ozgina bo'lsa ham yaxshi through passing ham bor. Uzr, menga telefon o'tib qoldi. Do'stlar, yana ko'rib chiqaveramiz. Keyingi nimalar kelgan. Mana bu yerda davlat paklari kelibdi. Ronaldo bor ekan bu yerda, adashmasam Dani Olmo, Llorente bor, Luis Diaz, Antonio Rudiger bor. Onana bor ekan, hujumchi Onana. Luka Modric. Sizlar buni ochishingizni maslahat beraman. Ronaldo bor bu yerda. Xohlasangiz mana Rudiger ham bor. Mazza qilib ishlatasizlar. Mana bu open packni kelganiga ancha bo'ldi. Agar sizlarga bu ochish uchun coin kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Declan Rice, Alan Chomini. Xo'p, mana bizga mana bu futbolchilar Barbetov bu kelishi aniq edi. Mana bu futbolchilar kelishi aniq edi. 250 talik pakda. Mana Barselonadan kim kelishi aniq edi. Bojan Krichibdi. Keyin Chelini kelibdi.
Donadoni shunaqa yaxshi futbolchilar kelibdi, ko'rib chiqamiz. Ochib ko'ramiz. Ha bilan olish kerak. Bizga ayniqsa mana bu eng muhimi olishib keladi. Men mana bu yerdan karyerisini olib olaman. Nima deysizlar, karyerisini olay. Karyerisini olamiz, karyeris. Yo'qdi menga, statlari yaxshi, yomon emas, yaxshi darajada. Qanday to'g'ri kuchaytirishni sizlarga tashlayman, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu yerda go'llar va boshqa paklar kelgan. Mana bu yerda eng muhimlari hozircha shular bo'lib turmoqda. Endi hozir missiyalarga kirib ko'ramiz. Mana Treasure link. Hozircha shu bizda. Buni tugatsak, menimcha qolganlarga o'tib ketsa kerak. Mana buni beradi. Xo'p. Yana yangilanishlarga o'tamiz. Xo'p, keyingisiga o'tsak, biz mana bu yerdan Manchester United pakki va Xabi Alonso kelgan edi. Mana bu yerda Xabi Alonsoni albatta olib qo'yamiz. Bu menimcha Real Madrid hamasida kelgan. Manchester United kelishi aytilib o'tilgandi, lekin hali kelmasa kerak, dushanba kuni kelsa kerak endi shu bilan. Lekin mana bu yerdan olib qo'yaman Xabi Alonsoni albatta. Unda sizlar bilan pulshlarni open pack qilib ochamiz. Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia tushsin. Desire Doué. Menga yoqadi, yaxshi. Neymar deb o'ylayman. Yamalni men Neymarga o'xshatmayman. To'g'risida Yamal yoqmaydi menga. Doué tushdi. Davay Gonzalo tushsin. Gonzalo yoqdi menga. Kim ekan? Barselona Olmo. Fermin Lopesning 3-kartasi menimcha menda. Bo'yi kalta bo'lgani bilan headingi normalli. Sizlarga tavsiya beraman. Kim? Lautaro Martinez menimcha. Lautaro Martinez bo'ldi. Lautaro Martinez tushdi. Menimcha kerak emas menga. Men kerak emas bu. Rüdiger yoki Ronaldo tushdi menga. Ronaldo tushdi. Birinchi urinishda yo'q, Ronaldo tushdi. Gap yo'q. Qanaming. Booster beramiz bunga, boosterlik. Ikkinchi o'rinda bizga hozir Rüdiger tushib ber. Yo'q, Rüdiger emas. Llorente. Di Lorenzo ku. Mana bu Rüdiger bo'lishi kerak. Rüdiger tushdi. Yaxshi. Rüdiger tushdi. Bo'ldi, men xohlagan futbolchilar tushdi. Ancha menga yoqdi. Mana bu yoqdan hozir Xabi Alonsoni olib qo'yamiz. Faqat ana menga hozir coin yetmayapti, hozir tashlab olaman. Hozir Real Madrid sostavini. Hozir bu yerda yetishmaydigan futbolchilar bor-da. Mana qilamiz.
Real Madrid. Rudiger bor endi bizda. Tarkibimizda Rudiger bor. Carreras bor muhimi. Rodrigo'miz bor. Rudiger va Carreraslarni kuchaytiramiz. 100 bo'lar ekan, yaxshi. Yana o'tirib ketdi hozir. Sakkiz bo'lar ekan. Bu yoqqa tushiramiz. Rudigerni bizim normal bo'lib qoldi. Kamavinga qo'yamiz. Bu endi Real Madrid sostavi bo'ldi. Zaminani ham to'g'rilab olishimiz kerak baribir endi. Xo'p do'stlar, hozircha shular. Gameplayni keyingi videoda chiqaramiz. Ko'rdinglar nima yangiliklar keldi. Ancha zo'r narsalarni ko'rib oldik. Mana akukular Golden Go deb qo'ygan ekan. Sog' bo'linglar.